Toshkent gumanitar fanlar universitetiga kelishim o'zi ajoyib bo'lgan. Men aytardim doim umuman o'qiy olmasam kerak universitetda. Chunki sharoit ko'tarmaydi derdim. Kelin bo'lib ketganman, yosh turmushga chiqqanman. Hech qachon o'qishni tasavvur qila olmasdim. Lekin aynan shu yerda o'qishimni men qaynona onajonim xohlaganlar. Kelin bo'lib kelganimda shu kitoblarga bo'lgan qiziqishim borligini, yaxshi o'qiganligimni bilib, qizim doim o'qing. Men sizni qo'llab-quvvatlayman derdilar. Oyijon, o'qiy olmasam kerak. Ikkita bola bilan desam, yo'q, men sizga yordamlashaman deganlar. Yuring borib kelamiz, universitetga borib gaplashib ko'ramiz deganlar. Keyin kelganmiz, ikkalovimiz. Kichkina bolam bor edi, unda qo'limda. Biror marta o'ylab ham o'tirmaganlar, kontrakti bor ekan, pulini qanaqa to'laymiz. Voy, uy ishlari qolib ketadi, kelinsiz deb hech qachon o'ylamaganlar oyijon. Har doim sizni qo'llab-quvvatlayman, bolam, o'qing. O'qisangiz siz qaytanga kelajagini o'qitasiz, bolalaringizni ilmli qilasiz. Men sizga o'zim yordamlashaman deb shu yerga yordamlashib olib kelganlar oyijon. Har doim qarashadilar, har doim bir xil paytlar darsdan kech boraman, kech qolib ketaman yoki uy ishlariga ulgurmayman. Hech qachon oyijon kech keldingiz yoki ishlarga ulgurmayapsiz demaydilar. Meni o'rnimga vaqt kelsa ovqat qilib turadilar, ishlarini qilib turadilar, hammasiga qarashib boradilar. Menga ota-onam bermagan yaxshiliklarni shu oyijonim qiladilar har doim. Har doim nimadir eshitsam, ilib olaman-da, o'sha narsani o'rganishga harakat qilaman. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, doktorlikmi yo huquqshunoslikmi, hamma sohaga qiziqaman. Aynan o'shaning uchun ham boshlang'ich ta'lim sohasini tanladim. Boshlang'ich ta'lim bu o'qituvchisi hamma narsani bilish kerak degani. Har sohada o'qituvchi professionalniy bo'ladi. O'shaning uchun hamma sohaga qiziqqanimga shu sohani tanladim. Har doim nimadir etishsa, o'qituvchilar boshqacha qilib borish kerak. Rejalashtirib boraman-da, hammadan boshqacha g'oyalar keladi, kreativniy g'oya, fikrlar keladi, shularni qilib boraman. Maktabda o'qiyotgan paytlarimizda aynan huquq bilimdonlari ko'rik-tanlovi bo'lardi. O'sha bilimdonlar tanloviga 9-sinflarni chaqirishardi. Men u paytda 8-sinf bo'lganman. O'shanda o'qituvchim meni 9-sinflar qatorida olib ketganlar. Nimaga? O'sha paytda shu konstitutsiyani 128 ta moddasi bo'lsa, hammasini yodlab olgan edim. O'qishdan tashqari qiziqishlarim rasm chizishga juda ham qiziqaman. Har xil multfilm qahramonlarini, komik aktyorchilarni, shular rasmlarini chizsam, juda ham xursand bo'lib ketaman. Yarki obrazlarni yaratib, chiroyli qilib chizib bergim keladi. Ko'p rasmni chizaman. Maktabdagi paytimda ham aynan shu fan bo'yicha nima deydi, rasmni chizish kerak bo'lsa, o'qituvchilarimiz menga aytishardi, har doim chizib bergan, sani deb har doim faxri bo'lardim. Maktabda shu kiraverishda meni chizilgan rasmlarim turardi, doim faxrlanardim o'zimdan. Kelajakdagi rejalarim Toshkent gumanitar fanlar universitetini a'lo baholarga bitirib, biz uchun berilgan imkoniyatdan foydalanib magistraturaga kirmoqchiman. Magistraturaga kirishga hozirgi kunda prezidentimiz grant berganlar. Ayollar o'qisin, aynan ayollar ishlasin, yaxshi kasb egasi bo'lishsin deb shu grant asosida o'qishga kirmoqchiman. Uning uchun ingliz tilini, til bilish sertifikatini olishga ingliz tiliga qatnashib boshladim. Xudo xohlasa men baribir huquq faniga qiziqqanim uchun davlat organlarida o'zimni ko'raman. Doim davlat organlarida yoki vazirliklarda ishlashni xohlayman. Aynan shu ayollarning huquqlarini himoya qilib, ayollarga berilayotgan imkoniyatlarni yanada keng yoritib, shu ayol kishi ham shunaqa katta lavozimlarda ishlashi mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Meni hayotdagi shiorim biron bir g'alabaga qiyinchiliksiz erishib bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'larkan, g'alabaga erishasiz. Toshkent gumanitar fanlar universitetida o'qiyotgan paytlarim bir xil paytlarda qiynalib ketsam, aytaman, yo'q, chida. Sen o'qishing kerak, farzandlaring uchun, kelajak uchun o'qishing kerak. Chunki har bitta o'qigan onani farzandlari o'qimishli farzandlar bo'lishadi. Ana o'shaning uchun ham onalar o'qimishli bo'lishi kerak. Axir biz kelajagini o'stiramiz. Biz millatning tayanchi hisoblanamiz. Biz millat tayanchimiz.